Shuncha ko'ylak tiksam ham ko'ylagim yo'q deb tuyuladi. Ha, shunaqa g'ajim materialdan o'zimga tez ko'ylak tikib oldim, chunki ozgina keyin ketishim kerak edi. Seulga bordik. Borishimiz bilan oyijongilarni rasmchi tutib oldik. Borishimiz bilan детский площадка qidirdik, chunki mani bolalarimga undan boshqa hech narsa kerak emas. Agar tinchgina ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, bolalarni детский площадкаga kirgizib yuborish bu eng yaxshi variant. Seulland площадкасini oldida shunday pitsa qiladigan kafe bor ekan. Pizzani tandirda o'tinda pishirishar ekan. Mazasi shunaqa zo'r, ayniqsa ananasli men uchun yengillik bo'ldi. Lekin anchadan beri qilishar ekan. Площадка rasa zo'r gap yo'q, qizlarning muomalasi ham shunaqa shiringina ekan, bolalarga degan mehr bilan qarab o'tirishadi. Sizlar bemalol ovqatlanib, gaplashib o'tirasizlar. Chetroda bo'lgani uchun kafe ham shunaqa tinch joyda joylashgan ekan, gapinglarga qovushib, bir-birlarni bemalol eshita olasizlar. Yana bitta bonusi, ikkita pitsa olsanglar, ikkita bolani 1 soatdan keyinga plashakaga kirgizib yuborsanglar bo'lar ekan. Mazza qilib o'ynashadi, sizlar bemalol ovqatlanib o'tirasizlar. Ko'ylagim shiringina bo'lib chiqdi. Umuman bunaqa rasmdagi turish kerak edi. Shunaqa turibdimi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.